Olamlarning Parvardigori Alloh taolo mundaq deydi. Meni toat ibodat bilan yod etinglar. Men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar. Noshukrlik qilmanglar. Sura Baqar 152-oyat. Qudsi hadisda Alloh taolo mundaq deydi. Bandam meni yod etganda, men uning bilan birga bo'laman. Bandam maxfiy holda meni yod etganda, men uni yolg'iz yod etaman. Agar u meni jamoat ichida yod etsa, men uni texmi yaxshi bir jamoat ichida, ya'ni farishta jamoatining ichida yod etaman. Alloh avvaldir. Har bir xayrlik uningdan boshlandi. Alloh oxirdir. Barliq ishlar u tarafga qaytadi. Alloh zohirdir. Har bir narsa uning mavjudiyatini isbotlaydi. Alloh botindir. Har bir ko'ngil qatlamlarda uni izlaydi. Hazrati Mavlana mundaq deydi. Bir odam kechalari to'xtamay Allohni zikr qiladi. Butun kechalari zikr va tafakkur qilish bilan o'tadi. Zikr qalbiga o'rnashib, ko'ngliga huzur baxsh etgan edi. Bu odamni kuzatayotgan shayton bir kuni bu odamga yiqilishib, "Mushundaq to'xtamay Allohni zikr qilishing qachongacha davom qiladi? Sen kecha-kunduz Alloh deysan. Bir qitim bo'lsa-mo Alloh sana bandam dedimi? Zikringning mukofotini oldingmi? Qara, sen shuncha ko'p zikr qilgan bo'lsang-mo, sana mukofot berilmaydi. Sen bu ojiz holing, qor yuzing bilan qachongacha Alloh deysan?" deb vasvasa qildi. Shaytonning bu vasvasi odamga ta'sir qilib, qalbi shubhalandi. Shaytonning deganlarini rost deb o'yladi va qaraganda men Allohni zikr qilishga loyiq banda bo'lmag'achqa, shunga menga hozirgacha mukofot berilmagan o'xshaydi, deb zikr qilishni tashlab uxladi. Shu kuni kecha tushida Xizr alayhisalomni ko'rdi. Xizr alayhisalom uningga "Nimishqa Allohni zikr qilishni tashlaysan? Allohni zikr qilganingga nimishqa pushaymon qilding?" deb so'radi. Heliqi odam Xizr alayhisalomga javob berib, "Men Alloh deb ko'p zikr qildim. Lekin bir kun bo'lsa-mu Allohdan hech bir mukofot ko'rmadim. Men o'zimning bu ishga loyiq emasligimdan va Allohning ishidan qo'g'lanishdan qo'rqdim" dedi. Bu javobni anglagan Hazrati Xizr alayhisalom heliqi odamga ogohlantirish berib, "Amaliyotda sening Alloh deyishing, Allohning bandam deyishidir aslida. Bilginki, agar Alloh seni zikr qilib yod etmasa, sen uni aslo zikr qila olmaysan. Sening uning bilan uchrashishni orzu qilib, butun ixlosing bilan qilgan amallaring amaliyotda Allohning seni o'zi tarafga chaqirishidan iborat. Sana berilgan katta ne'matdir. Agar u seni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, seni o'zining yo'lda mang'izmagan bo'ladi. Sening Alloh bo'lgan qo'rqishing va uningga bo'lgan sevging uning sana ato qilgan ehsonidir. Sen har qitim "Ey Rabbim" deb nola qilganingda, u sen tarafga burilib, seni tingshaydi va javob qaytaradi. Alloh agar bir bandaning qalbini pechatlab olsa, u banda Allohni aslayolmaydi. Agar Alloh yo'lini ochmasa, u banda duo qilolmaydi. Sen beshingga kelgan qiyinchilik uchun Alloh desang, Alloh sening o'zini aslab zikr qilishing uchun bu qiyinchilikni sana bergan bo'ladi. Allohning maqsadi bo'lsa, seni o'zi bilan mashg'ul qilishdir. Qo'rqma. Alloh deb Allohni zikr qilib, uningga duo qilishni davomlashtirgan. Esingda bo'lsinki, hech qanday duo va zikrlar javobsiz qolmaydi. Qilgan qilchilik yaxshi amalingmi aslo zoyi bo'lib ketmaydi. Alloh taolo Fir'avnga mol-mulk, podshohlik berdi, ammo dard bermadi. Bir qitim bo'lsa-mu darddan beshi og'rib boqmadi. Fir'avn ham bir qitim bo'lsa-mu Allohga yelinib duo qilib boqmadi. Aksicha ezib ilohlikda ovoz qildi. Esingda bo'lsinki, Allohni aslatgan bir dard, Allohni unutqizgan mol-mulk va sog'liqdan ko'p xayrlikdir. Qalbimiz yo dard bilan yoki muhabbat bilan Allohni aslab Allohga yuzlanadi. Garchi banda bilmasimi, bu Allohning qonuniyatidir. Allohni xushallik bilan yod etganlar shukr qilgan bo'ladi va mukofotini oladi. Allohni zikr qilib yod etishning mukofoti Allohning dargohida yod etilish va suyulish demakdir. İnson ba'zida eg'izida Allohdan biror narsa so'ramay va qanday so'rashni ham bilmay qoladi. Qanday qilishni o'zimi bilmay turganida tuyuqsiz o'zining ruhiy holati orqali o'zining ojizligini oshkorlab Rabbidan so'rab qoladi. Chunki koinotdagi butun qiyinchiliklarning chiqish yo'li, kasalliklarning shifosi faqat uning qudrati bilan topiladi va rahmati bilan bandalarning xizmatiga suniladi.
Sabablar bilan qolgan va sababni Alloh bilan o'zi o'ttirsida parda qilib qo'ygan kishi ziyon tortgan bo'ladi. Butun mavjudiyat ne'matlarni Rahmon bo'lgan Allohdan oladi. Bu qonuniyatni to'nigan mu'min har ne'matning beshida, ichida va oxirida Rabbining mangulik rahmatini ko'radi. Qudratini his qila oladi. Alloh deb sevgi bilan zikr, adab bilan ibodat qiladi. Kafir bo'lsa, bularni faqat oxiratda tushunadi. Bütün kainatning podshohining Alloh ekanligini mahshargohning dahshati orqali to'niydi. Darhol iymon etib Alloh deb zikrga o'zini otadi. Ammo ming afsus. O kun amal kun emas, balki amal daftari ochiladigan kundir. Rabbimiz ham bu dunyoda, ham oxiratda bizlarni rahmatiga elib, ikkili dunyoda yuzimizni yo'riq qilsin. Amin.